Bismillahirrohmanirrohim. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Allohimga hamd va sanolar bo'lsin. Payg'ambarimiz, shafaat ko'yimiz, sayyidimiz, yo'lboshchimiz, insonlarning gul toji bo'lgan odob axloqda yagona Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallamga durud va salotlar bo'lsin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Demak, 30 ming sunnatni hayotimizga kiritishda yana davom etamiz. Bugun o'rganadigan sunnatimiz insonlarga yo'liqqanda qilinadigan sunnatlar, ya'ni salomlashish, salomni keng yoyish haqida gaplashamiz. Salomlashishda qanchadan qancha sunnatlar bor. Birgina salom berishingiz bilan siz minglab, millionlab ajr mukofotga ega bo'lishingiz mumkin. Demak, salom berganda birinchi bo'lib salom bermoq, ya'ni payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamdan eng yaxshi musulmonchilik qaysi deb so'rashdi. Shunda u zot taom ulashing hamda tanigan va tanimaganlaringizga salom bering dedilar. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamni oldilariga bir kishi keldi. Assalomu alaykum deb salom berdi. U zot unga javob qaytardilar va 10 ta deb qo'ydilar. Keyin yana bir kishi kelib assalomu alaykum va rahmatulloh dedilar. Shunda u zot unga javob qaytardilarda va 20 ta deb qo'ydilar. So'ngra yana bir kishi keldi-da assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh dedi. U zot unga javob qaytargach 30 ta dedilar. Ya'ni assalomu alaykumda 10 ta savob, assalomu alaykum va rahmatullohda 20 ta savob. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh deganimizda 30 ta savob bo'lar ekan. Shu salomni berish orqali biz 30 ta hasanotga ega bo'lar ekanmiz. Alloh taolo uni ko'paytirib berishini hisobga olsak, ya'ni Alloh taolo uchun qilingan ishlarda bir savobi 10 ga ko'paytiriladi. Demak, 300 ta savob olish mumkin ekan. Birgina salomingiz bilan siz 300 ta savob olishingiz mumkin. Bu bir turi. Endi salom bergan vaqtingizda, ya'ni kim ko'rishgan kishisiga yoki unga birinchi bo'lib salom bersa, u 70 ta savobga ega bo'lar ekan. 70 barobar. Salomlashganda birinchi salom bergan insonga 70 ta ajr bor ekan. Uni 69 tasi unga beriladi. Birinchi salom berganga 70 ta berilar, 69 ta berilar ekan. 70 ta o'zi asli salom berganga berilsa, salomlashish uchun 70 ta savob, 69 tasi birinchi salom berganga, bittasi alik olganga berilar ekan. Demak, birinchidan salom berishga shoshilamiz. 69 ta ajrni qo'lga kiritamiz. Albatta bu Alloh uchun qilinganda yana unga ko'payadi. Demak, 690 ta bizni savobimiz bo'lishi mumkin. Birinchi bo'lib salom bersak va to'liq salom bersak. Endi siz ko'rishgan inson bor, u bilan gaplashdingiz. Endi xayrlashayotgan vaqtida salom berganingizda unda yana ham ko'p ajr bo'lar ekan. Ya'ni sizlardan biringiz bir majlisga kelsa, salom bersin, qaytmoqchi bo'lsa, yana salom bersin. Birinchi salom ikkinchisidan haqli emas, ya'ni ikkinchi salomning ahamiyati birinchisidan kam emas deyilyapti. Musulmon kishi kun davomida uyga necha marta kirib chiqsa, yig'ilishlarga, ko'cha-ko'ylarda, telefonda, muloqotda shu ishni qiladigan bo'lsa, qancha savob, ajr, mukofotga ega bo'lishi mumkin bo'lar ekan. Bir sunnatda o'nlab sunnatlar yig'ilgan jamlanmasi. Endi u ro'paradagi insonga salomni to'liq berdingiz, birinchi bo'lib berdingiz, endi tabassum bilan berganingizda, ya'ni siz tabassum qilganingizda yana ajr olar ekansiz. Yaxshi amallarda biror narsani arzimas sanamasin. Hatto bir birodariga ochiq chehra bilan yo'liqqanda ham deyilgan ekan. Ya'ni tabassum ham sadaqaligi haqida ko'plab hadislar bor. Demak, siz salomni tabassum bilan berishligingizda yana ham ko'proq ajr mukofotlar bor. Endi yana keyingi sunnatimiz ikki qo'l bilan ko'rishish, ya'ni ikki musulmon bir-biriga yo'liqqanda qo'l berib ko'rishar ekan. Ularni ajralmasdan turib, ya'ni qo'llari bir-biridan ajramasdan turib, ularning gunohi mag'firat qilinadi. Ya'ni Imom Nabaviy aytadilarki, bilingki, ikki qo'l bilan so'rashish har ko'rishganda mustahabdir deyilgan ekan.
Ya'ni ikki qo'l bilan, tabassum bilan salomni to'liq holatda qilganingizda sizda qancha sunnatlar jamlanyapti, qancha mukofotlar bo'lyapti. Siz mana shu salomni berganingizda, ikkita qo'l bilan so'rashganingizda, salomlashganingizda gunohlaringiz mana shu ikkita qo'l ajralmasdan turib orasidan to'kilib ketar ekan. Yana bu chiroyli salomlashishda yaxshi so'z sadaqadir. Ya'ni Allohga yoqadigan so'zlar bu yaxshi so'zlar deyilgan ekan. Ya'ni ey Muhammad, bandalarimga deginki eng go'zal narsani aytsinlar. Albatta shayton ularning orasini buzar. Albatta shayton insonga ochiq oydin dushmandir. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam bo'lsa yaxshi so'z ham sadaqa deganlar. Demak, yaxshi so'z deganda biz salom alikni ham nazarda tutishimiz mumkin. Hol-ahvol so'rashlik, yaxshi so'zlar bilan gaplashishlikni nazarda tutishimiz mumkin. Demak, hayotimiz davomida, kun davomida ertalabdan kechgacha qiladigan ishlarimizda salomlashishda juda katta xayr manfaat yoki sunnatlarni tiriltirgan bo'lar ekanmiz. Insonni mukofotini, ajrlarini ko'paytirishda, demak, salomlashishni yoyish juda katta manfaat berar ekan. Bu sunnatni tiriltirish orqali odamlar o'rtasida mehr-muhabbat ko'payadi, bir-birlariga tabassum hadya qilish ko'payadi, insonni kibri, meni sinishi mumkin. Bu juda katta savob bo'ladi. Salomni biz ko'pincha shu uyga kirganimizda, oila a'zolarimiz bilan telefonda gaplashganimizda yoki tanishlarni uchratganimizda berishimiz mumkin bo'ladi. Demak, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning ishlarini, harakatlarini, so'zlarini hayotimizda qilishligimiz bu sunnatlar bo'ladi. Ularga ergashish orqali biz ideal hayotga boramiz, ya'ni o'zimiz xohlagandek baxtli hayotimizga kirish mumkin. Alloh taolo barchamizga amal qilishlikni oson qilsin. Alloh sevadigan payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam o'qiydigan, ya'ni rozi bo'ladigan holatlarda bizda sunnatlar xarakterlarimizda shakllanishiga Allohim muvaffaq aylasin. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.